Bugun uy sharoitida o'sha yoshligimizni eslatadigan popkorn tayyorlab ko'rdim. Shunaqayam mazali va barakali bo'lar ekan. Ayniqsa homiladorligimda rosa izlab topolmaganman. Bu yerda qurt, bodom, popkorn qazilarini tushingizda ko'rasiz. Tovaga nomiga yog' solib, qizigach yarim stakanchada jo'xori solib, 2 sekund aralashtirishimiz bilan jo'xorilar chaqmoqdek ochila boshlaydi va tezda qopqog'ini yopib, jo'xorilarni ochib olamiz. Agar qopqoq yopiq holda turmasa, hamma joyga sochilib ketadi. Qopqoqni chetini sal ochiq holda qoldirdim. Popkorn bug'lanib, namig'ib qolmasligi uchun. Ozgina jo'xoridan shuncha popkorn chiqdi-ya, ana biznes u mana biznes. Bozorda kilosini falon so'mga olgandan ko'ra, uyda tayyorlagan ancha hamyonbop ekan. Tayyor popkornlarni alohida olib qo'yib, qiyomini tayyorlab olamiz. Menga shirali popkorn yoqqanligi uchun shirinidan qildim. Tuzligi ham juda ham yaxshi bo'lar ekan. Tovaga ozgina sariyog' solib, shakar bilan aralashtirib, qizarganda popkornlarni ustiga solib yaxshilab aralashtirib oldim. Menda asal qolmagan edi, shuning uchun asalligidan qilmadim. Siz asalligidan qilib ko'ring, juda ham yaxshi bo'ladi. Valya, tayyor. Umrda yeb ko'rmagan nemis qo'shnilarimga ham chiqarib berganimda juda ham yoqib qolganligini aytishdi. Video sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'ying.